Akalar, Cobalt motor va Sons motor. Akalar, bugun motor solmaymiz, faqat Cobalt motor va Sons motor sizlar uchun topib qo'ydim. Video oxirigacha ko'ringlar, narxlari bilan aytib o'tamiz. Ideallardan topib qo'ydim, faqat video oxirigacha ko'rib, yoqsa bitta like cham bosib o'tasizlar, akalar. Mana hozir ikkala motorni ham ichini ochib ko'rsatib beraman. Tayyormisizlar? Men ideal degan motorlar hammasi ideal chiqqan, nasib bo'lsa bu ham ideal chiqadi. Aka, ichini oling bitta. Motorchi zo'r sasnayasi turibdi. Narxi ham arzon akalar. Shoshilib qolamiz. Garantiyalari ham juda zo'r garantiyalar qilib beramiz. Cobalt motor, endi Sons motor bitta ochib ko'ramiz. Bitta Sons motor ochib ko'ramiz akalar. Ochib ko'rsatib beramiz akalar. Sons ham ichaka shikalat turibdi. Ichini oling aka, ichini. Akalar, mana motorlar manimcha juda qiynalib topsangiz ham juda qiynalasizlar, o'shani ham zada topasizlar akalarim. Bemalol bizga murojaat qilaverasizlar. Sons motori akalarim 4 million so'm qilib beramiz. Bunaqa narx yo'qdi. Narx topolmaysizlar akalarim. Bemalol bizga murojaat qilasizlar. Hozir bitta qolgan sababli mana shu kollektorlar ham hamma narsasi ichida 4 million so'm qilib beramiz akalar. Shoshilib qolamiz. Cobalt motor narxini bilish uchun kommentariyada plyuscha belgisini qoldiringlar, shunisi kifoya akalarim. Hammaga narx tashab beriladi. Ideal holda juda arzon chiqqan.